Assalomu alaykum hammaga. Bugun 5-dekabr 2025-yil yilimiz. Bizga LG 6 kilolik kir mashinamiz kelgan, Pachimlikka. Buni barabani qotib qolgan. Men bu umuman qotib qolgan, haydanishda imkoniyati yo'q haydanish. Tak, buni hozir ochib ko'rsatamiz sizlarga. Ochib ko'rsatganimizdan keyin ko'ramiz birgalikda. Pachimlikni alishtirib, kir mashinamizni yechib oldik. Barabanini, endi xudo xolasa hozir yechib ichga qanaqa sostenasini ko'rsatamiz. Itlarning manjitlari ham ancha kirib ketibdi. Ularni bu kiska qilib, hozir Pachimlikni alishtiramiz. Yechib olamiz buni. Mana kir mashinamizni ochib oldik. Xudo xolasa endi toshlarni yechib, tepa toshlarni yechib barabanni chiqarib olib, yana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Har bir jarayonni xudo xolasa ko'rsatib, sizlarga nima bo'layotganini tushuntirib beraman. Pachimlik ketganning hisobiga mana bu joyini ham yedirgan. Mana aylanasiga plasmasani eritgan. Mana shu hisobida qotib qolgan. Xudo xolasa hozir buyog'ini ochib ko'rsatamiz, tagini ham ko'rasizlar. Mana ikki tomonni ochib oldik. Mana bu yersa juda yomon bo'lib ketgan o'qlari. O'qlarini ham alishtiramiz. Singan joylari bor, mana bu joylarda singan, yorilgan. Ularni cheska qilib pachimlikni alishtirib, xudo xolasa qo'yamiz qaytarib joyiga. Tak, barabanni ochdik. Mana yorilgan joyi. Mana buni alishtirishga to'g'ri kelaman. Mana bular уже sintrovkasini to'g'ri olib bormaydi. Yedirib ketaveradi ichkariga qarab. Bunaqa sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun ko'rsataman. Mana shunaqa dura, bu o'zi bu o'q dur alyumin bo'ladi-da bu. Mana shu ximikatdan mana shunaqa holatda tushadi. Bu yaxshi parashok solinmagandan, keyin ikkinchidan kirdi og'ir solgandan shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa holatda keladi mana. Tak, bizda yana bitta muammo chiqdi. Bu Pachimlikka ketgan sababi men barabanni o'zini ham pechaytirib olganda og'ir kir solgandan. Hozir men sizga ko'rsataman shuni. Mana ko'ryapsizlar? Barabanni o'zi ham qiyshaygan. Bu o'qdan emas, Pachimlikdan bo'lmaydi. Barabanni o'zini sintrovkasi ketib qoladi mana. Endi bu barabanni mana nirjavkasini alishtirishga to'g'ri keladi. Barabanimizni yuvib tozalab oldik. Hozir pachimliklarni qo'ydik. Hozir pachimliklarni qoqamiz. Bu yangi pachimliklar. O'ziniki ichida turibdi. Xudo xolasa hozir qoqib yeyamiz. Pachimligimizni alishtirib oldik. Mana o'zining iskisi. Bu sanligi bo'ladi. Mana zavodskiga birga bir qo'ydik, koreyskiy. Mana bu pachimliklari bo'ladi. Bu ichki tomoni, bu tashqi tomonniki. Endi yig'amiz. Kir mashinamiz bo'ldi. Xudo xolasa ust krishkasini yopib, nasos oldidagi krishkasini yopib olib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilasizlar. Tak, mana kir mashinamizni olib keldik. Mana o'rnatdik xonadonni, xudo xolasa. Mana ishlatib proverka qilib beramiz. Nasib bo'lsa. Yuvishni boshladik mana. Proverkamizni qildik. Yaxshi kunlarga xizmat qilsa, yaxshi kuniga buyursin.